bugun uncha populyarni bo'lmagan, ammo menga yoqadigan personaj Julianni chizamiz. Mobile Legends o'ynaydiganlar taniydi buni, chunki shu o'yinni personajlaridan biri. Bu videoni oladigan vaqtim ham, shu rasmni chizadigan vaqtim ham o'zimni aybdor his qildim. Chunki bundan foydaliroq narsa bilan shug'ullansang bo'lardi degan xayol bilan. Ammo почему бы и нет? Foydasiz narsa bilan ham shug'ullanib turish kerak. Kayfiyatim yo'q. Julianni o'zbek qilish men uchun sal qiyinroq bo'ldi, chunki uni kiyimidan ajratasi ko'p. Boshqa joyda ko'rmagansiz. Salgina o'zgartirsam, boshqa odam bo'lib qolaverdi xullas. Shuning uchun qalpoq va chopon kiygizib o'zbek qilib qo'ya olmasdim. O'zi menga kommentariylarda qoldirsalar zo'r bo'lardi. O'zbek qilish uchun qanaqa ideyalar bor? Juda ham tanqis menda, to'g'risini aytsam. Sizlar kommentariylarda qoldirgan personajlarni ham chizishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Dinamichniy pozada ham bitta chizib ko'rishim kerak, chunki bitta ideya bor, oxirida ko'rasizlar. Atak mana. O'zi aslida birdan dinamichniy pozada chizishim kerak edi, vaqtimni ekonom qilardim, ammo detalizatsiyasini o'ylash qiyin bo'lardi. Ham dinamichniy pozani o'ylab, ham personajni detallarini o'ylash og'irlik qilgan bo'lardi. Shuning uchun ham birinchi polniy rostga chizib oldim. Agar o'yinlardan ketadigan bo'lsak, to'g'ri boshqa personajlar ham ko'p edi, populyarroq va odamlar o'zbek stilida ko'rishni xohlaydigan. Ammo nima ham qilardik, men shunaqa o'zimni o'ylaydigan odamman-da. Mana bo'ladisiz. Bu personajni tarixiga qiziqib ko'rgandim. Shunda ona nimagadir har doim buni humoriy chizishadi, lekin buni onasi оказывается kichkinaligida har doim kulib yurgan ekan. Agar meni personajimda shunaqa istoriya bo'ladigan bo'lsa, aniq kulib yuradigan odam qilardim. Bunaqa emas. Psixopatlarcha kulib turgan joyi bor. Yaxshi g'oya o'ylangan, nimaga har doim humoriy chizishadi bilmayman. Men kulib turgan qilib chizishga qaror qildim. Qanday? Zo'r? Da, zo'r emas. Ammo yomon emas-ku. Xullas, yutganingizda o'zlaringiz qo'yib qo'yasiz montaj bilan. Hali bir yutmasam kerak bu personaj bilan bor-ku.